Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi vaqtda Gilonda joylashgan majmuamizda ayrim loyihamizda o'zgarishlar kiritilgan. Ular nimalardan iborat shuni biroz tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda mana shu maketdagi ko'rinish bu eski loyihamiz. Bunga nima o'zgartirish kiritdik? Bu o'zi 7 qavat bo'lsa, 8-qavatga penthouse qo'shildi va bundan tashqari fasad qismi o'zgaradi. Bu fasad qismi kafeldan bo'ladi. Mana bu ko'rinish oddiy travertin ranglangan holatdagi ko'rinish. Bular полностью kafel bo'ladi. Mana bu balkonlari esa panoramli oyna bilan qoplanadi. Ya'ni oddiy mana shunga o'xshagan reshotka emas, poldan patologgacha ochiq oyna bo'ladi. Endi yana bitta muhim yangilik. Hozirgi vaqtda xonadonlarimizga aksiya qilganimizlar, ya'nida 15% boshlang'ich to'lov to'lasangiz, qolgan summani 70 oygacha bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi, bemalol. Hech qanday foiz va peni yo'q. Boylig'i 15% boshlang'ich to'lov qilasiz, qolganini 70 oygacha bo'lib to'lashga olasiz. Xonadonlarimiz 40 metr kvadratdan boshlanib, to 88,5 metr kvadratgacha, bir xonalikdan 3 xonalikgacha har bitta xonamizda sizga aytib o'tganimdek panoramli oynalari bo'ladi va fasadimiz полностью kafeldan hamda birinchi qavatlarimizda qo'shimcha do'konlarimizni ham qo'shganmiz. Agar sizga ushbu majmuamiz qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga yanada qo'ng'iroq qilib, yanada batafsil ma'lumotga ega bo'ling.